Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 5-iyundan boshlab yurtimizning oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari boshlandi. O'tgan yilgidek kabi qabul jarayonlari avval test, keyin sinov shaklida o'tkaziladi. Prezidentimizning joriy yil 5-maydagi PF76-son farmoniga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan boshlab ta'limning sirtqi shakliga qabul tugatildi. Bu yilgi o'zgarishlarimiz demak. Mazkur talab davlat oliygohlari uchun ham, nodavlat, ya'ni xususiy oliygohlar uchun ham birdek amal qiladi. Bugungi brifingda sirtqi ta'lim shakli tugatilishi yuzasidan fuqarolar va jamoatchilik vakillari tomonidan kelayotgan savollarga javob beramiz. Savol: sirtqi ta'lim tizimi dastlab qanday maqsadda joriy etilgan edi? U o'zini hozirgi kungacha qanchalik oqlay oldi va nima sababdan tugatildi? Javob: sirtqi ta'lim shakli 2018-yilda qayta joriy etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi mehnat faoliyatini olib borayotgan, biroq oliy ma'lumotga ega bo'lmagan fuqarolar ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniyatini yaratish edi. Bu tizim avvalo katta yoshdagi aholi o'rtasida ta'limga bo'lgan ehtiyojni qondirish, shu orqali ularning malakasini oshirish va mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Sirtqi ta'limning qayta tashkil etilishi natijasida yoshlar va katta yoshdagi aholi o'rtasida oliy ta'lim bilan qamrov sezilarli darajada oshdi. Qator hududlarda ishlab yurgan fuqarolarga ta'lim olish imkoniyati yaratilishi ijobiy ijtimoiy va iqtisodiy natijalar berdi. Biroq vaqt o'tishi bilan ushbu shaklda ta'lim olishning samaradorligi, akademik intizom, sifat nazorati va bilimlar chuqurligi, yuqori ta'lim standartlariga rioya qilish bilan bog'liq muammolar namoyon bo'ldi. Aynan shu sabablarga ko'ra 2025-yildan boshlab yurtimizda oliy ta'lim sifatini yanada oshirish, ta'lim jarayonida shogird ustoz an'analarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarga asoslangan o'qitish tizimini kuchaytirish maqsadida sirtqi ta'lim shakli bosqichma-bosqich tugatildi. Keyingi savol: hozirda sirtqi ta'limda tahsil olayotgan talabalar o'qishini qay tartibda davom ettiradi? Sirtqi ta'lim shakliga qabul 2025-2026 o'quv yilidan boshlab to'xtatilgan bo'lsa-da, hozirda mazkur shaklda tahsil olayotgan talabalar uchun barcha o'quv jarayonlari belgilangan tartibda davom ettiriladi. Ya'ni ular tanlagan yo'nalishlari bo'yicha amaldagi davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va fan dasturlariga muvofiq o'qishni yakuniga yetkazish imkoniyatiga egalar. Oliy ta'lim muassasalari ushbu talabalarga o'quv mashg'ulotlarini sifatli tashkil etish, zarur axborot resurslar va amaliy mashg'ulotlar bilan ta'minlash bo'yicha o'z zimmalaridagi mas'uliyatni to'liq bajarishi lozim. Bu esa har bir talaba uchun ta'lim sifatini ta'minlash hamda mutaxassis sifatida yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib bitirishini kafolatlaydi. Navbatdagi savol: sirtqi ta'limni tamomlagan mutaxassislarning taqdiri qanday bo'ladi? Ularni rasmiy ishga qabul qilishda muammo bo'lmaydimi? Ish beruvchilar tomonidan rad etilishi mumkinmi? Sirtqi ta'lim shaklida tahsil olib, belgilangan tartibda diplom olgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi